bugungi kunda mana buyrak kasalliklari bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, ya'ni masalan nefrologlar, terapevt shifokorlar shug'ullanadi. Bundan tashqari ya'ni urologlar bor. Ya'ni bularning chegarasi bormi? Qanday? Qaysi holatlarda bu kasalliklarni urologlar davolash kerak? Qaysi holatlarda nefrolog yoki terapevt davolash kerak? Urologlar asosan siydik chiqarish yo'llarida urodinamikani buzilishida yuzaga keladigan kasalliklardan, masalan obstruksiya siydik buyrak tosh kasalliklari, turli xil siydik chiqarish yo'lida yuzaga keladigan obstruksiya adenoma, siydik yo'llaridagi strukturalar kasalliklarida urologlar davolash choralarini ko'rishadi. Buyrakni funksiyasi va buyrakni autoimmun kasalliklari, turli xil boshqa bir kasalliklar natijasida yuzaga keladigan buyrak kasalliklarida nefrologlar shug'ullanib oladi. Ba'zi bir joylarda, hududlarda nefrologlar yetishmaganda bu vazifani terapevtlar tomonidan davo choralari ko'riladi. Lekin asosan buyrak bilan bog'liq kasalliklarni urodinamika buzilmasdan buyrakning funksiyasi, vazifasi buziladigan kasalliklarda unda nefrolog davo choralarini ko'rish kerak bo'ladi.